Odamlar nima uchun sudlashmayapti? Sudda ovoragarchilik, sarson bo'lish holati. Bu bitta misolni keltiraman. Oliy sud raisi e'tiborni ham bu masalaga qarashni juda ham xohlagan bo'lardim Baxtiyor Islomovdan. Mana shu holatga ham qanaqadir bir munosabat bildirishlarini so'rab qolaman. Sudyani gapi, sudlash uchun kelgan, konstitutsion huquqdan foydalanib sudga ariza bilan kelgan fuqaroga sudyani berayotgan javobi: jarimangni ko'rib chiqmayman, to'lab qo'y, men ham to'layapman. Ana, yondashuvni ko'ryapsizmi? Sudlashish uchun ariza bilan sudga murojaat qilgan shaxsga sudyani berayotgan javobi: men ham to'ladim, sen ham to'la. Adolat tarozisi nima bo'ldi? Yo, bu o'zi manja kiyib o'tirgan odam kim? Sudyami yo bu haligi qo'pol qilib aytganda Rishalami? Yo byudjet manfaatida ishlayotgan maxsus odammi? Men tushunmay qoldim. Chunki sudlar to'g'risidagi qonunda ham yozib qo'yilgan. Sudya hali o'zi ko'rib chiqmagan ishi bo'yicha oldindan, ruscha qilib aytganda prejdovremенно xulosa berishga haqqi yo'q. Hali arizani ko'rib chiqmasdan turib, nega uni bekor qilmayman deyapsiz, janob qozi?